Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. O'zbekiston mezbonligida o'tkazilayotgan FIFA Series musobaqasi ham start oldi. Dastlabki uchrashuvda O'zbekiston milliy terma jamoasi Gabon termasiga qarshi maydonga tushdi. Dastlab o'yinning 6-daqiqasida Gabon terma jamoasi futbolchisi Teddy Averland gol urib hisobni ochdi. O'yinning 13-daqiqasida G'aniyevning jarima uzatmasidan so'ng Shomurodov raqib jarima maydonida epchillik bilan harakat qilib to'pni darvozaga kiritdi. Ikkinchi bo'limning 59-daqiqasida burchak uzatmasidan so'ng Shomurodov bosh bilan zarba yo'lladi. Darvozabondan qaytgan to'pni O'rozov raqib darvozasiga joylashdi. Muammoga duch kelmadi. Uchrashuvning so'nggi 94-daqiqasida Odilov qarshi hujumda raqibni jazoladi va O'zbekiston Gabon terma jamoasi ustidan 3-1 hisobida g'alaba qozondi. Ushbu musobaqada ishtirok etayotgan yana ikki jamoa Trinidad va Tobago hamda Venezuela terma jamoalari ham o'zaro to'qnash keldi. Ushbu uchrashuvda Venezuela yirik 4-1 hisobida g'alaba qozondi. O'zbekiston milliy terma jamoasi keyingi uchrashuvda Venezuela terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Ushbu uchrashuv 30-mart kuni Bunyodkor stadionida soat 19:00 da start oladi.